Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunla sunulduğumuz Sabit Damullam'ın Akide Cevherleri namlı kitabının 2. bölümü. Sünnet, İslam'ın akide yolu bayanı. Bismillahirrahmanirrahim. Nahayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın isminden başlayayım. Mısırlık İmam Tahavi eytidir ki, bu tövendekiler əhl-i sünnet ve cemaatinin akidesini bayan kılış bulup, mümin musulmanlar keskin işinip akide kılıdığan İslam dininin tüp asasları ve hemme aleminin ilgisi Allah Teala'ga onun bilen baş eğdiğen emeli işler körüstülüdü. Resulullah aleyhisselamның ashablarından başlap, İslam işlerine yetekçilik kılıp gelgen müctehitler, musulmanlar rehberleri itiqad kılıp gelgen tüp akideler ve kılgan işler bayan kılınıdı. Her qandaq kişi muşu əsərdə sözlənген meselelerini obdan bilip, düşünüp itiqad qılsa, İslam aqidesi tarafından başqa qoşumçuga muhtaç bulmaydı. Bu əsərdə yazılgan meseleler, İslam aqidesi doğrusunda yazılgan həmmə əsər və kitaplardan bek toğra və tüzük bolğanlıqdan alahir etibarlıq hesaplanıdı. Biz Allah Teala'nı satıda, süpette, kılıdığan işlerde hemmi kişinin baş egip itaat kılışı haqlıq ekanligida Allah Teala yalğız, mislisiz, tangdassız deb itiqad qilishimizda işinib iqrar qilamiz ki Allah Teala bar, bizning itaat qilishimizga Allah yalğız haqlıq, şeriki yo'q, o'xshishi yo'q. Allah Teala'ni hech nima aciz qilolmaydi. Allah'tan başqa baş egilguchi yo'q, ibodat qiluvchi yo'q. Allah Teala ezelden bar edi, davamlıq bar turdi, yo'qolmaydi. Allah Teala irade kılgan işler bar buludu. Allah Teala halıngan iş ve nerse bar bulmaydı. Allah Teala'nın barlığı, alem, halıqni özü yalğız yaratqanlığı, özü yalğız başkurduğanlığı, Allah yaratqan mahluqlarının quruluşu ve tertip hareketinden oçuq görünüp durdu. Lekin Allah'ın zatı qandaqlığı doğrusunda insanın maddi gözü bilen görüşü, yetersiz xiyali fikri, aciz tasavvuru bilen mahiyetini bilişi mümkün emas. İnsanın aklı yetmeydiğen nurgun hakikatler var, mahiyetler var. Fakat biz Allah Teala'nı onun eserinden, mahluklardan bilimiz. Allah Teala insanga yoki başka bir mahlukka o'xshamaydi. Allah Teala ölmeydi, uxlamaydi, mahluklardan birer sekund habersiz bulmaydı. Osmon zemindagi bütün cho'ng-kichik mahluklarni o'zi boshqaruvchi. Bir narsani yo'qdan bar qilishni xohlasa, vaqtga, saymanga, ham materialga, yordamga aciz tushmay, vujudga kel degan buyruq bilan yaratquchi. Bütün mahluklarga jafosiz rizq berguchi, o'ltirishni xohlagan maxluqni qo'rqmay o'ltirguchi, o'zi xohlagan vaqtda o'liklarni oson tirildirguchi. Allah Teala alemlerdeki mahluklarni yaratishdan burunmu o'zining bütün sifatlari bilan sifatlanguchi edi. Mahluklarni yaratgandan keyin birer sifat qo'shilib qolmadi. Allah Teala özünü sifatlagan ve Resulullah Allah Teala'nın sifatlagan bağlıq sifatlarını öz eyni Allah'a sifatlaşımız, başka manalarga özgertmeslikimiz, hakiki manasını Allah Teala'nın özünün bilişiga qaldırışımız lazım. Allah Teala'nın sifatlarına qarta öz yeddimizde bulup, Kur'an hadisdeki sifatlarga to'liq işinip, Allah hech narsaga o'xshamaydi. Sifatlari Allah özü bilgen mana bilan hammasi bor deb aqida qilishimiz bo'lsa, ashab-ı kiramlarning ulama imamlarimizning aqidasiga uyg'un bo'ladi. Allah Teala'nın sıfatları ezelden bar bulgandek ebedi bar. Mesela Allah Teala yaratqıcı degan sifatga mahluqlarni yaratgandan keyin ega bo'lmadi. Yo'qni paydo qilguvchi degan sifatga shay'larni paydo qilgandan keyin ega bo'lmadi. Bu sifatlar ezelden bar edi. Biqilguvchi, tarbiyalab boshqaruvchi mahluqlarni yaratishdan burunmi Allah Teala'nın Rabb, boshqaruvchi, igdorchilik qilguvchi degan sifati bar edi. Allah Teala o'liklarni tirildirishdan burunmi o'liklarni tirildirguchi degan sifatga ega edi. Çünkü Allah Teala her nersige ve her işqa kudretlik. Hemme mahluk Allah Teala'ga muhtaç, hemme iş Allah'a asan. Allah Teala hiç kimge, hiç nersige muhtaç emas. Hiç kim Allah'a o'xshamaydi. Allah hiç kimge, hiç nersige o'xshamaydi. Allah Teala hemme avazını anlıgıcı, hemmini körgücü, mahluklarını öz ilmi bilen yarattı. Hemme nersige ölçem karar bekitdi. Hemme nersige ecel karar to'xtatdi. Mahluklarning yaratılgandan keyin qiladigan ishlarini, barliq alatlarning qandoq bo'lishini, ularni yaratishdan burun biletdi. İnsanlarni Allohga qul bo'lishga, Allohga itoat qilishga buyurdi. Allohga asi bo'lishdan, Allohdan boshqasi qul bo'lishdan to'sdi. Olamda har qanday ish Allohning qudrati va xohishi bilan bo'ladi. İnsanlar Allah Teala xohlagan ishni xohlab ijro qiladi. Allah xohlagan ish bo'ladi, xohlamagan ish bo'lmaydi. Allah özü xalığın bendisiga iltifat qilib küfrden, günahdan, bala qazadan saqlaydı. To'g'ri yo'lga boshlaydi, xalığın bendisini ezishqa, gunoh qilishga tashlab qo'ydi. Yordam qilmaydi. Bala mehnatga uchratib sinaydi.
Hamma kishilar Alloh taolaning iltifot qilib asrishi bilan o'z ixtiyoricha harakat qilishiga yo'l qo'yishdan iborat adolat orasida harakat qiladi. Allohning hukmini rad qiluvchi yo'q. Biror ishda Allohga g'olib kelguchi yo'q. Yuqorqi haqiqatlarning hammasiga chin qalbimizdan rost deb ishonamiz. Hamma ish, hamma narsa Alloh taolo tarafdan deb jazm qilamiz. Muhammad alayhissalatu vassalam Alloh taolo o'ziga elchi qilishga tanlagan quli, muborak payg'ambari, Alloh rozi bo'lgan elchi, butun payg'ambarlarning eng oxirgisi, Allohdan qo'rqadigan bandalarning rahbari, butun payg'ambarlarning kattaraqi, afzalraqi. Muhammad alayhissalomdan keyin payg'ambar kelmaydi. Islom qonuni bo'lgan Qur'on o'zgartirilmaydi. Davomli kuch ega deb jazman ishonamiz. Muhammad alayhissalomdan keyin har kim men payg'ambar deb chiqsa, u yolg'onchi, ozg'uchi, ozdirg'uchidir. Muhammad alayhissalom butun dunyo insonlarga payg'ambar bo'lgandek, jinlarga ham payg'ambar bo'lgan. Jinlardan bir bo'lkimi Muhammad alayhissalomning Qur'on anglab islomga ishongan. Musulmonlarmi islom dinining ta'limotlarini dunyo xalqiga hammasiga yetkazishga, hamma yerda islom qonunini ijro qilish uchun sa'iy harakat qilishga mas'ul. Qur'on Alloh taolaning so'zi. Hozirgi ibodat bilan Alloh taolaning o'ziga loyiq so'zi bilan so'zlangan Qur'onni Alloh taolo o'z elchisi Muhammad alayhissalomga vahiy qildi. Jibril orqali o'rgatdi. Islom diniga chin ishonuvchilar bunga cho'qim ishonadi. Qur'on Rasululloh Allohning so'zi. Muhammad alayhissalom o'zi o'ylab so'zlamagan, Allohdan boshqasini o'rganmagan deb jazman ishonadi. Qur'on insonlar so'zidek maxluq emas, Allohning qadim so'zi. Qur'onni inson so'zi deb gumon qiluvchi kafirdir. Undaq degichiga Alloh taolo dozoq azobi tayyor qilib qo'yganligini Qur'onda xabar qildi. Qur'on inson so'ziga o'xshamaydi. 1400 yil davomida hech kim Qur'onning biror oyatiga o'xshatib so'zlayolmadi. Keyinmi so'zlayolmaydi. Alloh taolaning insonning biror so'zdan sifatligichi kafirdir. Buni o'ylab ko'rgan kishi ibrat olib Qur'onga qarata kafirdek so'z qilishdan saqlanadi. Allah o'zi maxluqqa o'xshamagandek, Alloh taolaning sifati maxluq sifatiga o'xshamaydi deb aqida qiladi. Jannatga kirganlarning jannatda Alloh taoloni ko'rishi rostdir. Alloh taolo Qur'onda jannat ahlining yuzlari parqaroq, go'zal, ular o'z egisi Alloh qarg'ishlardir dedi. Jannatliklarning Alloh taoloni ko'rishi, Alloh taolo iroda qilgan ma'no bilan Alloh o'zi biladigan tarzda oxiratga loyiq ko'rish bo'lib, buning rostligiga ishonishimiz lozim. Andaqmi, mundaqmi deb dunyodagi ko'rinishlarga o'xshatib o'ylashga bo'lmaydi. Jannatliklarning Alloh taoloni ko'rdiqligi to'g'risida Rasulullohning so'zlaganlarimi hammasi rost deb ishonamiz. Qanday shaklda ko'radi deb so'ramaymiz. Chunki oxirat olamidagi ishlar bu moddiy dunyo ishlariga o'xshamaydi. Taxminan qilgan tasavvur udul chiqmaydi. G'ayb xabarlar to'g'risida Alloh taolaning Rasulullohning xabarlariga taslim bo'lib ishongan, amaliy ahvolni Allohning bilishiga topshirgan kishining dini, iymoni saqtiradi. G'ayb ishlar to'g'risida Allohning Rasulullohning xabariga taslim bo'lib ishonmay, o'zining yetarsiz fikri xiyoliga berilib, o'zini bilarman chaqlab ta'vil qilgan, boshqa ma'noga o'zgartgan kishining e'tiqodi o'rnashmay, iymon bilan kufr arasida tavrinib, chin ishonguchi emas, kafir inqir qiluvchi emas orliqida qolgan odam bo'lib qoladi. Alloh taolo Qur'onda sen inson mohiyatini tegini aniq bilmagan narsaga ergashma dedi. Shunga oxirat xabarlari, g'oyib olam xabarlari to'g'risida qarg'ularcha xiyol qilganlar ergashmay, shu xabarlarning amaliy mohiyatini biladigan Allohning xabariga, Qur'on hadis xabariga aynan ishonishimiz, aqlimizga udullaymiz deb qing'ir ketkizmay taslim bo'lib, Allohning bilishiga topshirishimiz lozim. Diniy o'quvchilar ilmul kalam kitoblarining falsafalariga oldinib, aqidada qaymoqib yurmay, salafning, ashabilar, tabiinlarning taslim ittiyod aqidasiga ergashib, Alloh taolaning sifatlari va g'aybdan bergan xabarlarning o'z ayniga ishonib, mohiyatini Alloh bilgan ma'noga qoldirib, ojizliklarimizga iqror qilib, aqidada ig'ish paydo qilmasligimiz kerak. Mi'raj rostdir. Rasululloh alayhissalomni bir kechada Makkadan Baytul Muqaddasga elib berilgani sirahdir. Qur'onda so'zlangan Muhammad alayhissalomning shu kechada Baytul Muqaddasdan osmonga olib chiqilgan mi'rajdir. Rasulullohni o'yoq altida osmonga olib chiqilgani, 7 osmondan ustun yergacha ko'tarilib, Alloh taolo o'zi xohlagan yaxshilik, in'om, hurmat va ko'p ma'rifatlardan xabardor qilishdek iltifotlarni qilib, bir bo'lik ma'lumotlarni vahiy qilganligi rostdir. Alloh taolo Rasululloh alayhissalomni hurmat qilish va ummatining dardiga yetish uchun qiyomat maydonida havz, kul suvi berishi cho'qim rostdir. Havz bilan Kavsar to'g'risida 30 tak sahoba Rasulullohdan hadis rivoyat qildi. Demak, qiyomat kunida havz bilan Kavsarning borligida shak yo'q. Havz qiyomat maydonida bo'lib, Muhammad alayhissalomga rost ummat qo'shiniga a'zo bo'lgan kishilar arasatda havzdan suv ichadi.
Hisob berish ishlari tugab, do'zax ustidan ko'rikdan saq o'tib jannatga kirguncha ustimaydi. Ammo Kavsar bo'lsa jannatda. Kavsar Rasulullohga jannatda berilgan o'stan suyi. Qiyomat maydonida Rasulullohga berilgan havz ko'lga jannatga Kavsardan 2 nurdan suv kelib turadi. Rasululloh alayhissalomga ras agashgan islom shariat qonuniga to'g'ri amal qilganlar havzdan suv ichadi. Islom ishlarini boshqa yo'llarga, odatlarga moslashtirib, bid'at, yangi ish paydo qilib, dinga boshqasini aralashtirganlar havzdan suv icholmaydi. Rasululloh ularni bular mening ummatim deb suv ichkizmoqchi bo'lsa-mu, Alloh tarafdan bular sening yo'lingga yot ishlarni paydo qilgan, sen bilmaysan deb javob keladi. Bu mazmundagi hadislar mutawatir. Rasulullohning so'ziga cho'qimdasdir. Ruhi muqaddas pak bo'lgan Rasululloh vafot qilingandan keyin bu dunyoda bo'lgan ishlardan xabarsiz bo'lgan tursa, boshqa payg'ambarlarning va avliyo mashayikhlarning ruhlari bu dunyoda yuz bergan ishlardan qanday xabardor bo'ladi? G'aybni Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Her avliya kamil bulur, yat eylese hazır bulur deydigan yalgan efsane, şeytan sözüge aldınıp nurgun Müslümanlar tevhidden azmakta. Allah'tan başkasının gayip menfaat kütüp Allah'tan yaraklaşmakta. Kur'an-ı Kerim'de İsa aleyhisselamның dünyadan kötürülgenden keyin, vafat bolgandan keyin bu dünyadaki ümmetlerinin kılgan işlerden habersiz bolganlık hakkında ayet var. Kıyamet meydanında başka peygamberlerinin Muhammed aleyhisselamның kichikroq gölleri buludu. Peygamberge varis bolganlar içidi. Qiyomat kuni Muhammad alayhissalomning shafaat qilishi rastur. Rasulullohning qiyomat kuni qiladigan shafaati bir qancha turlik bo'lib, umumiy xalqqa qiladigan shafaat. Demak, hamma odam qabridan tirilib chiqib, arasat maydoniga to'plangandan keyin uzun muddat ussizlik va qo'rqinchda o'sirlangandek bo'lib, hech kim qaramay ig'ir jafoat turgandan keyin asta-asta o'shiq kelib, Alloh taolo bizdan hisob elib bir taraf qilgan bo'lsa ekan deganni o'ylashib, o'zlari buni Alloh taolodan talab qilishga qo'rqib, ko'p kishi Odam alayhissalom qishig'i berib, Alloh taoloning hisob elish, hukm qilish ishini boshlashni tilab berishni talab qiladi. Adam aleyhisselam qo'rqib unamay, Nuh, İbrahim, Musa, İsa aleyhisselamlarga bir-birlab iltijo qiladi. Ularmi qo'rqib jur'at qilolmaydi. Ko'pchilik insonlar Muhammad aleyhisselamdan shafaat, ya'ni Alloh taoladan hisob elish, chora hukm qilishni boshlanishini tilab berishni talab qiladi. Muhammad aleyhisselamni qo'rqib, Alloh taolaga gap qilolmay beshini sajda qo'yib yig'laydi. Alloh taolo u Muhammad, talabingni so'zla, qabul qilaman deydi. Rasululloh butun xalqdan savol so'roq elib, jannatga tegishlilarni jannatga, do'zaxga tegishlilarni do'zax hukm qilishni boshlashni talab qiladi. Alloh taolo ijobat qilib, hisob elish, hukm qilishni boshlaydi. Bu cho'ng shafaat deyiladi. Bu shafaat Muhammad alayhissalomga yolg'iz. Ikkinchi, yaxshi ishlar bilan xatoliklar tang barobar kelib qolganlarni jannatga kirgizishni tilashi. Üçüncü, mümin Müslümanlarning jinoyati ig'ir bo'lgan sababdan o'tib tashlanganlarni do'zaxdan chiqarib jannatga kirgizishni tilab shafaat qilishi. To'rtinchi, iymoni bor, yaxshi amal yo'q bo'lib, do'zaxda uzun kuyishga tegishli bo'lganlarning azobini yengillash uchun shafaat qilishi. Beshinchi, cho'ng jinoyatlar sababidan do'zaxga kirgan mu'minlarni do'zaxdan chiqarib jannatga kirgizishni tilab shafaat qilishi. Bu shafaatlar hammasi rost, tavatir, qat'iy rost hadislar bilan sabitdir. Ammo ba'zi kishilar xiyol qilgandek, Alloh taolo afu qilishni xohlamaydigan insonga shafaat qiluvchi, Alloh taoloning tanglib kesilib, yuzini tanglab turib shafaatni qabul qilish yo'q. Alloh taolo mutlaq ixtiyori bilan shafaatga tegishlik va loyiq bo'lgan bandasi uchun o'zi xolis qabul qiladi, bo'lmasa rad qiladi. Shafaat qiluvchining shafaati qabul qilinishi uchun shafaat qilinuvchi gunohkor insonning dunyodan iymon bilan islom diniga chin ishonish bilan ketgan bo'lishi ham Alloh taolo shafaatni qabul qilishni xohlagan bo'lishi shart. Şuna ahiretde o'tdan saqlanish umidimizni shafaatga bog'lamay, dunyoda iymon tavhidimizni kamil qilib, Allohga ixlos bilan bo'ysunib, buyurganni to'liq ado qilishga tirishib, to'sqandan yenish bilan umidimizni Allohning afu va rahmatiga qaratishimiz lozim. Alloh taolaning Odam alayhissalomdan va avlodidan ahda olgani rostdir. Alloh taolo Odamni yaratgandan keyin Odamning qiyomatgacha dunyoga keladigan butun avlodini nasama, qora oq chekit surtida hozir qilib, dunyo hayotida Allohni e'tirof qilib, Allohga qul bo'lib itoat qilishga ahd olganligi rost. Keyin dunyoga kelib yashaganda Allohni tonimagan, osiylik qilganlar ro'zi misoq, ahdi bergan kundagi ahdisi turmaganlardir. Alloh taolo azaldan jannatga kirdiganlarning, do'zaxga kirdiganlarning sonini bir butun bilatdi. Chunki dunyoda yashash davomida Allohning diniga ishonib itoat qilganlarni, ishonmaydigan, itoat qilmaydiganlarni Alloh taolo burun bilatdi. Alloh taolo oldin bilgan ahli jannatning va ahli do'zaxning soni kam ziyoda bo'lmaydi.
Shuningdek, dunyoda yashab o'tgan insonlardan kimning qandoq tunish, qandoq so'z, harakat qilib o'tishini Alloh taolo azaldan biladi. Har kimning o'z ixtiyori bilan qilgan ishi Alloh azaldan bilganiga udul sodir bo'ladi. Alloh taolo kimni qayer uchun yaratgan bo'lsa, shu kishiga shu yerning sharoiti oson bo'ladi. İnsanның burun qilgan ishlaridan bekroq o'limdan burunroq qilgan ishlari va tunishlari mo'tabar bo'ladi. Saodatman jannati bo'lgan kishimi, shaqi, do'zaxi bo'lgan kishimi Alloh taolo azaldan bilgani va hukm qilgani bo'yicha bo'ladi. Qazo Allohning hukmi qadar burun qilgan qaror to'xtagan bo'lib, olamda hamma ish qazo va qadar bo'yicha bo'ladi. Bu hargiz insonni majburiy jannati yoki do'zaxi qilish emas. Allah Taala keyin yuz beradigan ishlarni oldin bilganlikdan oldin o'rlashtirilishi hukm qilishdir. Kafirlarning jinoyat qiluvchilarning o'z jinoyatini qadarga ortiq qo'yish haqqi yo'q. Qazo va qadar Alloh Taala o'zi biladigan bir maxfiy sir bo'lib, uningdan payg'ambarmi, valimi xabardor bo'la olmaydi. Qazo va qadar to'g'risida inson yetarsiz aqli bilan ko'p o'ylanishi, to'qinish paydo qilishi to'g'ri emas, xatarlikdir. Bizni Allah yaratdi. Allah boshqardi. Qanday qilish huquqi bor. Hamma ish qadar bo'yicha bo'lishga ishonishimiz, ham Allohning diniga ishonib, Allohning qonun shariatiga amal qilganlar jannatga kirishiga, diniga ishonmagan, osiylik qilganlar o't azobiga duchor qilinishiga ishonishimiz, har ikkisi Allohning buyrug'i. Bu ikkini bir-biriga zidlashtirmay, Alloh taolo ishonishga buyurganga ishonish, ishlashga buyurganni ishlash qulluq vazifamiz, insonlik burchimiz. Allah'ның rahmetidan ümid qilib, azobidan qo'rqishimiz qulluq mas'uliyatimiz. Allah hech kimga qat'iy zulm qilmaydi. Qilgan yaxshiligimizni bekor qilmaydi. Yaxshiligimizga cho'qim ajr beradi. Xatoligimizni xolis afv qiladi, xolis jazolaydi deb ishonib, qazo va qadar masalasining mohiyatini Alloh biladi deb jim turib, bosh egishimiz lozim. Qazo va qadar to'g'risida tavash-tavashni ko'p qilgan odam oxir ezib iymonini saqlay olmaydi. Shunga Rasululloh ma'ni qilgan. Osmon zaminda har qanday narsa Alloh taolo bar qilganda bar bo'ladi. Alloh taolo hamma narsani bek yaxshi, to'liq, foydali yaratdi. İnsanlarga nisbatan ba'zi narsa chiroyli, ba'zi narsa sattak ko'rinishi inson mohiyatini bilolmasligidandir. Alloh taolo Ibrohimni do'st tutdi, Musoga so'z qildi. Buningga chuqur rost deb ishonamiz. Alloh taoloning farishtalari borligiga, har qaysining Alloh taolo buyurgan vazifasi borligiga ishonamiz. Allah Taala insonlar tarixi davrida bir bo'lik insonlarni maxsus yetishtirib, o'ziga elchi, Allah bilan insonlar orasida vasita qilib payg'ambar qilgani rost deb ishonamiz. Ham shu payg'ambarlarga tushirilgan kitoblar, ta'limot varaqlari, vahiylarning rostligiga ishonamiz. Hamma payg'ambarlar haq ustida, hammasi Allohning buyrug'ini yetkazuvchilar deb ishonamiz. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allah Taala tarafdan bizga yetkazgan vahiy, Qur'on, hadis xabarlariga, ta'limotlarga iqror qilib, rost deb ishongan kishini mu'min deymiz. Allah Taala o'zi bizga ko'rsatishga biz loyiq bo'lmag'ach, vujudimiz taqat qila olmaydigan bo'g'ach Allohni bu dunyoni ko'ra olmaganligimizdan Alloh qandoqroqki deb o'ylab ketish, undaq yoki bundaq xiyol qilish to'g'ri emas. Faqat Alloh bor, sheriki yo'q, tangdishi yo'q, o'qishi yo'q, hamma sifatlari bor deb ishonishimiz kerak. Allah bildirilgan Allah bildirilgan g'oyat narsalar ustida xiyolimiz, gumonimiz to'xtalmaslik, o'ylanmaslik vahiy xabariga ishonish kerak. Allah Taaladan Muhammad aleyhisselam'a kelganlik aniq bo'lgan vahiy bilan xabar qilingan din ishlarini aqlimga, zamonamga o'dillayman deb o'zgartmaymiz. Takallashmaymiz. Qur'on Alloh Taolaning qadim so'zi. Jibril farishta Muhammad aleyhisselamga 23 yil ichida parcha elib tushgan. Oyatlarning hozirgi tartibini katiblarga Rasululloh o'zi vahiyning buyruq bo'yicha ko'rsatib bergan. Qur'on hech kimning so'ziga o'xshamaydi. Hech kim Qur'onning biror surasiga o'xshatib so'zlay olmaydi deb ishonamiz. Qur'onni maxluq demaymiz. Allohning kalomi deymiz. Islom dinimizning to'g'ri yo'lda minib, dinni qo'llashga birlashgan mu'minlardan ayrilmaymiz. Bizning qiblamizga qarab ibodat qiladigan, ya'ni islom diniga rost ishonadigan musulmonni gunoh sodir qilgani uchun kafir demaymiz. Gunohni xatolik emas deb tunib qilmay, gunoh deb tunib qo'rqib turib,
Allohdan afu umid qilib yoki g'aflat besib sodir qilg'uvchini kofir demaymiz. Ammo gunohni ko'zga ilmay, qiyomat kunidagi azobga ishonmay, beparvo holda qilgan odam Allohning Qur'ondagi xabariga ishonmagachga kofir bo'ladi. Iymoni bor odamga gunoh ziyon yetkazmaydi demaymiz. Allah uchun, musulmonlar uchun yaxshi ish qiluvchilarning kamchiliklarini Alloh abu qilurmiki deb umid qilamiz. Musulmon odam har qancha solih, taqvodor, yaramliq ishlarni qiladigan, gunohdan saqlanadigan bo'lsa-mu, Allohning azobidan xotirjam bo'lmaymiz. Bu kishi jannatga kirdi deb hukm qilmaymiz. Musulmonlarning gunohkorlari uchun Alloh taolodan mag'firat, kechirim talab qilamiz. Ularning azobga duchor bo'lishidan qo'rqamiz, ham ularni Allohning afv qilishidan umidlantirmaymiz. Bandalarga qanday hukm qo'yishdan mutlaq ixtiyor Alloh taoloda. Amal ibodatni ko'p qilganga mag'rur bo'lib, Alloh taoloning azobidan xotirjam bo'lish, gunohining ko'pligiga qarab Alloh taoloning rahim qilishini umid uzish islom dinining o'rtadagi yo'li emas. Ikki yoqdagi yo'l bo'lib, musulmonlar uchun haq, to'g'ri yo'l va bu ikki yo'lning o'rtasidagi yo'l, ya'ni ham qo'rqish, ham umid qilishni birlashtirish yo'lidir. Bilish kerakki, Alloh taolo buyurgan ishlarni Rasululloh ko'rsatgan yo'l bo'yicha ado qilib, uningga savob umid qilish, gunohning gunohligini bilmay qilib solgandan keyin gunohligini bilgan naman yetib, yenib pushaymon qilib, takror sodir qilmaslik bo'lib, tavba qilgandan keyin Alloh taolodan kechirim umid qilish to'g'ri umid bo'ladi. Ammo gunohni ko'zga olmay, qo'rqmay, takror sodir qilib turib kechirim umid qilish mag'rurlik, o'zini oldiganlik bo'ladi. Iymon dinga ishonish bo'lsa, Alloh taolo Rasululloh orqali bizni ishonishga buyurgan haqiqatlarga chin yurak bilan ishonish ham til bilan iqror qilishdan iborat bo'lgani uchun ishonilgan haqiqatlardan birasiga ishonmas bo'lmagan yoki iqror qilmas bo'lmagan odamni mu'min qatoridan chiqarib o'tmaymiz. Ya'ni dinda gunoh hisoblangan ishni gunoh deb tunib turib, Allohdan qo'rqmay turib, afu umidi bilan gunoh qilguvchini kofir demaymiz. Alloh taolo farz qilgan amallarning ba'zisini ado qilib, ba'zisini ba'zislar tufayli ado qilmay, ba'zi gunohlardan saqlanib, ba'zi gunohlarni nafsini yondira olmay qilib, orqasidan Allohdan qo'rqib pushaymon qilib, arsalda bo'lib qolgan, yurkida Alloh taoloning amriga hurmat qilish, gunohdan qo'rqish bo'lgan, lekin ishini jari qilmaydigan odamni dinsiz demaymiz, kofir demaymiz, fosiq, asi deymiz. degan so'z Imom Azamdan tortib doktor Qarzavigacha bo'lgan haqiqat izlovchi islom olimlarining qarshi bo'lib, mushu to'g'ri. Alloh taolo Qur'onda so'zlagan e'tiqodlar, hukmlar, tarixiy voqealar, g'oyib olamdan bergan xabarlar hammasi rost, to'g'ri. Muhammad alayhissalomdan rivoyat qilinib, bizga yetkazilgan rost hadislarda bayon qilingan aqidalar, hukmlar, qonun, shariatlar, xabarlar hammasi rost, to'g'ri deb tunimiz, ishonimiz, amal qilamiz. Iymon biz, ya'ni ishonganimiz, amal qilganimiz faqat islom shariati, bo'ysunganimiz, ta'zim qilganimiz, umid qilganimiz, qo'rqganimiz faqat yolg'iz Alloh taolo. Payg'ambar Allohning elchisi, Allohning buyrug'ini yetkazguchi, vosita bo'lgani uchun payg'ambarga qat'iy ergashimiz, bo'ysunimiz. Kim bo'lishi, kimning buyrug'i bo'lishidan qat'iy nazar, Allohning, payg'ambarning buyrug'i udul bo'lmagan buyruqlarga, kishilarga rozilik bilan bo'ysunmaymiz. Agar Allohning, Rasulullohning diniga, qonuniga, shariatiga xilof aqidalarni, xilof ishlarni ixtiyoriy holda qabul qilsak, Alloh taologa qo'shib boshqa iloh ibodat qilgan, bo'ysungan bo'lamiz. Alloh tarafdan, Rasululloh tarafdan so'zlangan odamlar so'zlarining rost yoki yolg'onligini aniqlash haqqimiz bor. Alloh va Rasulullohning so'zi ekanligi rost bilingandan keyin uningga qat'iy bo'ysunimiz, to'kir dalil chiqarmaymiz. Islom diniga ishonuvchilar ishonadigan haqiqatlarga ishonishda barobar, kam ziyoda emas. Ammo ishonganga amal qilishda, to'sqan ishlardan saqlanishda barobar emas. Amal qilish, saqlanish to'liq bo'lganlar Alloh taolo oldida hurmatlik. Islom diniga chin qalbida ishongan mu'minlar Alloh taoloning do'stlari, yaqinlari. Mu'minlar chin yurkida ishonadigan haqiqatlar bo'lsa, birinchi, Alloh taolo azaldan bor, abadiy bor. Qur'on hadisda so'zlangan butun sifatlari, xususiyatlari rost. İnsanlar ve barliq maxluqlarning bosh egishiga, ojizlik bilan bo'ysunishga yolg'iz Alloh taolo haqliq. Alloh taolo qo'shib boshqasiga ibodat qilishga bo'ysunishga bo'lmaydi deb ishonish. Ikkinchi, Alloh taoloning farishtalari borligi, ular Allohga osi bo'lmaydigan, bak itoatlik askarlar ekanligiga ishonish. Uchinchi, Alloh taolo ba'zi payg'ambarlarga kitob tushirgan Tavrat, Zabur, Injil, Qur'on bu kitoblarning mashhurlari Tavrat, Zabur, Injillarning sotqıchi qoillar tarafidan o'zgartirilgan. Burutilganlikdan Alloh taolo Muhammad alayhissalomga Qur'onni tushirgandan keyin u kitoblarga amal qilishni amaldan qoldirgan.
Ammo u kitoblarning aslisi Alloh taoladan tushgan kitoblar ekanligiga ishonishga buyurildik. Qur'onni Alloh taolo o'zi asraydigan bo'lib, inson uni o'zgartirmaydigan, hatto uningga bir harf qo'shishga yoki bir harf azaytishga, almashtirishga hech kimning kuchi yetmaydigan, hamma zamon har qanday sharoitga munosib keladigan mo'jiz, ojiz qilg'uchi kuch qilib tushirilganlikdan dunyodagi butun insonlar Qur'onga ishonishga va Qur'onga amal qilishga Alloh tarafdan buyurilgan. Mümin musulmonlarning dunyolik, oxiratlik vaqtimiz Qur'onga ishonib, amal qilishda, aqidada, so'zimizda, ishimizda Qur'onga xiloflik qilmaslikda. 4. Alloh taolo Odam alayhissalomdan boshlab Muhammad alayhissalomga kelguncha nurg'un kishilarning payg'ambari, o'zi bilan bandalar orasida vosita elchi qilganligiga ishonish. 25 payg'ambarning ismi va ba'zi voqealari Qur'on so'zlangan bo'lib, bularga ayrim-ayrim ishonamiz. Qur'onda hadisda ismi ko'rsatilmagan nurg'ulg'an tarixda o'tganiga Qur'onning xabariga asosan ishonamiz. Ya'ni Alloh taolo o'tmish tarixda qaysi millatga, qaysi yurtga kimni payg'ambar qilgan bo'lsa, hammasi rost payg'ambar deb umumlashtirib ishonish lozim. 5. Bir kuni bu yer shari vayron bo'lib, Alloh taolo oxirat olamini barliqqa keltiradi. Hamma o'liklar tirilib chiqadi. Alloh taolo hisob elib tegishli chora qiladi. Ishonuvchilar jannatga, kofirlar, munofiqlar do'zaxga abadiy hukm qilinadi deb ishonish. 6. Olamda bo'ladigan yaxshi-yomon hodislar, koinotning harakatlari, intizomlari, hamma ish Alloh taoloning qadari paydo qilishi, o'rinlashtirishi, oldin qarorlashtirish bo'yicha bo'lishiga ishonish. Biz mu'minlar yuqorqi 6 haqiqatga chin yurtimizda rost deb ishonamiz. Bu 6ning birasiga ishongan odam dinga ishongichi emas. Bu 6 ishonishda hamma kishi o'xshash, ammo ishonishning ojizligida va dinning buyruqlariga amal qilishda o'xshamaydi. Tarixda o'tgan payg'ambarlardan birasiga ishonmay qolmaymiz. Biror payg'ambarga yoki Alloh tushirgan kitoblarning birasiga ishonmaslik Alloh taolaning yolg'onchi deganlik bo'lib, u odamning boshqa ishonishlari bekor bo'ladi. Islom dinida ishonishga buyurilgan yuqorqi 6 haqiqatga ishongan, Allohdan boshqa ibodat itoat qiluvchi yo'qligiga ishongan turib, g'aflat besib salqarab cho'ng gunohlarni sodir qilgan, tavba qilmagan, gunohdan qo'l yig'magan, tufaylidan do'zaxga tashlanganlar o't azobidan davomli qolmaydi. Hisob ilingandan keyin Alloh taolo xolisi kechirdi, xolisa vaqtliq o'tqa soladi. Keyin o'tdan chiqarib jannatga kirgizadi. O'zi bevas kechirdi yoki shafaat qiluvchi kechirim tilgichilarning tilishi bilan Alloh xolis kechirdi. Buni Alloh taolo Qur'onda xabar qilgan. Ey Alloh, ey islomning va islom ahlining egisi, bizni sen bilan qiyomat kuni ko'rishganga qadar islomda mustahkam turg'izgin. O'zingdan o'zgaga bosh egdirmagin, ya Rabbil alamin. Iymoni kuchlik, amal ibodatni obdan qiladigan solih kishiga iqtido qilib namoz o'qiymiz. İmanı saq munofiq emas, lekin ba'zi gunohlarni sodir qilgan mu'min odamga iqtido qilib namoz o'qiymiz. Solih, yaxshi bo'lsin, gunohkor bo'lsin, islom diniga chin qalbida ishongan bo'yicha vafot qilgan kishiga meyit namozi o'qiymiz. O'z millatimizdan bo'lsa-mu, dinsiz odamga meyit namozi o'qish bo'lmaydi. Bu to'g'rida Qur'onda oyat bor. Har qancha ibodatchi yaram kishiga bu kishi jannati deb hukm qilmaymiz. İmanı bor, fosiq gunohkormi bu kishi do'zaxi deb hukm qilmaymiz. Aqibatni va kishilarning asrorini Alloh o'zi biladi deb Allohga topshiramiz. Islom dinining hukmida o'lim kelmagan odamni har qanday bano sabab bilan o'ldirishni ravo ko'rmaymiz. Musulmonlarga qarshi qo'zg'almaymiz. Islom qonuni ijro qiladigan musulmon hukumatga amaldorga zulm qilsa-mu isyon ko'tarmaymiz. Ularni qag'at duo qilmaymiz. Itoatdan bosh tortmaymiz. Ular islom shariatiga xilof ish buyurmagan shart bilan ularga bo'ysunish vojib deb qaraymiz. İslamga xilof siyosatlar, buyruqlarga kim buyurgan bo'lsin, ixtiyoriy bo'ysunishga bo'lmaydi. Uni ma'bud qilgan bo'ladi. Rasululloh yo'l qo'ygan ishlarga amal qilamiz. Islom uchun uyushgan jamoatdan ayrilmaymiz. Ulardan bo'linib boshqa guruh to'plamaymiz. Islom shariati bo'yicha hukm qiladigan, to'g'ri ish qiladigan adil musulmonlarni, dinga musulmonlarga xiyonat qilmaydigan ishonchli kishilarni do'st tutamiz. Xoin, zolimlarni o'ch ko'ramiz. Gumonliq ishlarni Alloh biladi deb Allohga topshiramiz. Taharat alganda masih qilishga bo'ladigan oyoqlarga masih qilishni to'g'ri deb qaraymiz. Safardimi, yurtdimi masih qilishga ruxsat bor. Chunki oyoqqa masih qilish Rasululloh alayhissalomdan ochiq isbotlangan ish. Haj qilish, jihad qilish doim kuchga ega bo'lgan farz. Haj bilan jihadga boshlab mang'uchi rahbar yaxshi, solih musulmon bo'lsin, mayli nacharroq musulmon bo'lsin, bo'ysunib topdan ayrilmay berish lozim. İnsanlarning yaxshi-yomon so'zlarini, ishlarini shu chaqda daftarga yozadigan har bir odamga mas'ul farishta borligiga ishonamiz. Alloh taolo bizlarni saqlashga farishtalarni mas'ul qildi deb ishonamiz.
Hamma tirikliklarning jonlarini vaqti kelganda elishga mas'ul qilingan farishtalar borligiga ishonamiz. Qabriga ikki farishta kelib, qabrdagi odamdan seni yaratgan ekan kim, sen qaysisiga ishongan, payg'ambaring kim deb so'rashining cho'qim rostligiga ishonamiz. Bu to'g'rida Rasululloh alayhissalomning so'zlagan hadislari bak aniq, rost. Shunga bu to'g'rida shak qilmaymiz. Bilish kerakki, bu dunyodagi 5 sizim a'zo bilan biladigan narsalarni sizim a'zo bilan ko'ramiz, bilamiz. Aqlimiz bilan o'ylab biladigan haqiqatlarni aqlimiz bilan bilamiz. Sizim a'zo bilanmi, aql bilanmi bilolmaydigan, Alloh o'zi biladigan bizning g'oyib haqiqatlarimiz ko'p. Uni Allohning payg'ambariga vahiy qilishi, payg'ambarning bizga yetkilishi bilan bilamiz va ishonamiz. Bizning dinga ishonganimizning farqi shu yerda. Qabrdagi ahvollarimiz g'oyib ishlardan bo'lib, vahiyning, Qur'on hadisning xabariga asosan ishonamiz. Oxirat ishlarini, qabrdagi ishlarni bu dunyo ishlariga qiyos qilib, aqlimizni qaymoqtirish to'g'ri emas. İnsanның bilish iqtidori cheklik. Bek az Qur'onning beshida Alloh taolo dinga ishonguchi shirkdan saqlanuvchilarning bir sharti g'ayib ishonish degan. Yaxshi ish qiluvchi mu'minlarga qabri bog'chi bo'ladi, kafir munofiqlarga qabri o't katki bo'ladi degan. Rasulullohning xabariga ishonamiz. Qabrda rohatmi, azobmi asosan ruhga bo'ladi, badanga ta'sir bo'ladi. Ammo oxiratdagi jannat rohati, do'zax azobi badan bilan ruhga birlikda bo'ladi. Yer shari vayron qilinib, oxirat barliq kelgan kuni butun o'liklar tirilib, butun insonlar to'pasidan chiqib, qiyomat maydonida to'planib, har bir odam o'zining dunyoda qilgan yaxshi yomon ishlaridan Alloh taolo oldida hisob berishi, qilgan ishlari yozilgan daftarni har kim o'zi o'qib, ixro qilishi, yaxshi yomon chora hukm qilinishi, ya'ni mu'min yaxshilar jannatga, osiylar o'tqa hukm qilinishi, insonlarning dunyoda qilgan yaxshi yomon ishlari o'lchab ko'tarilib, tegishlik chora qo'llanishi rost deb ishonamiz. Do'zax ustiga tortilgan ko'rikdan hamma odam o'tishi, do'zaxiylarning ko'rikdan yiqilib o'tga tushib ketishi, jannatiylar ko'rikdan saq o'tib jannatga kirishi rost deb ishonamiz. Jannatmi, do'zaxmi abadiy bor turadi. Jannatlarmi, do'zaxiylarmi o'lmaydi, yo'qolmaydi deb ishonamiz. Alloh taolo jannatni, do'zaxni insonni yaratishdan burun yaratgan. Alloh jannatga loyiqlarni, do'zaxga loyiqlarni azaldan oldin bilgachga, ularning sonini muqimlashtirgan. Jannatga loyiq topgan qullarni iltifot marhamati bilan jannatga kirgizadi. Do'zaxga loyiqlarni adolati bilan o'tqa tashlaydi. İnsanlarga keladigan yaxshilik, yomonliklar Alloh taolo azaldan bilib qarorlashtirgan qadar bo'yicha keladi. Har odam Alloh taolo azaldan bilib qarorlashtirgan bo'yicha ishlaydi va shu ish u kishiga udul kelib qoladi. Sharoit hozirlanib qoladi. Bu mazmunda rahs bor. Qadar bo'lsa, Alloh biladigan, inson to'liq tushunishga ojiz keladigan sir bo'lg'achqa, vahiy xabariga asosan ishonamiz, to'liq o'chilmaymiz. İnsonga Alloh taolo kuch-quvvat, qobiliyat bermagan, sharoit yaratib bermagan ishni inson qila olmaydi. Allah yordam qilmasa, inson gunohdan saqlanmaydi. Allah kuch-quvvat bermasa, inson Allohga ibodat qilolmaydi. Allah sharoit yaratib bermasa, inson to'g'ri yo'lda tavranmay turolmaydi. Hamma ish Allohning xohishi, hukm qilishi, bilishi bo'yicha bo'ladi. Allohning xohishi hamma xohishlarni bosadi. Alloh taolaning hukmi butun amal choralarini yengadi. Allah hech kimga zulm qilmagan holda o'zi xohlaganini qiladi. Allohning qilgan ishidan savol so'ralmaydi. Allah o'z bandalaridan so'roq so'raydi, hisob oladi deb ishonamiz. Tirik kishilarning vafot bo'lganlar haqida qilgan duolari va sadiqlarning o'lgan musulmonga foydasi bor. Demak, Alloh taolo duoni, sadiqini qabul qilsa, o'liklarning gunohini kechiradi yoki darajasini yuqori ko'taradi. Ammo o'lik uchun Qur'on o'qisa, nafl namoz o'qisa, nafl ro'za tutsa, savobi o'likka bo'lamdi, bo'lmamdi degan to'g'rida Imom Azam qatorliq ko'p sonli olimlar foydasi bor deb qaraydi. Meyitni dafn qilgandan keyin qabristonda Qur'on o'qishni Imom Azam va Imom Malik qatorliqlar makruh, ham bid'at, uyda masjid o'qisa bo'ladi deydi. Ajri berib Qur'on o'qitish xato. Qur'on o'qib berib, Qur'on duo talab qilib berib, ajr elish halol emas. Ilm o'rgatgan uchun ajr elishni keyingi zamon olimlari ruxsatlaydi. Salaf, hijriya 3 asr olimlari yaxshi ko'rmaydi. Alloh taolo duolarni ijobat qiladi, hojatlarni ado qiladi. Bütün alemge, hamma narsaga Alloh o'zi ega. Allohning egilikidan, huquqidan hech narsaga boshqa bir kim ega bo'la olmaydi. Hech kim ko'z yumib ochgan miqdorda Alloh taolodan bejat bo'la olmaydi. Ya'ni insonmi, boshqa maxluqmi o'zining bor bo'lishida, yashab turishida, balki har qanday cho'ng kichik ishida Alloh taologa davomli muhtoj. Har kim mening hojim yo'q deb to'nsa, u odam Allohga ishonmagan, dinsiz bo'ladi. Alloh taoloning azobiga duchor bo'ladi.
Allah Taala razı bo'lgan kishilardan ishlarni razı bo'ladi. İnsanning razı bo'lganiga o'xshamaydi. Allah ba'zi kishilarga, ba'zi ishlarga g'azablanadi. İnsanning g'azablanishiga o'xshamaydi. Allohning o'ziga loyiq rozilik va g'azabidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va ashablarini chin yurak muhabbati bilan do'st tutamiz. Lekin birasini do'st tutishda chekini oshirib o'tmaymiz. Birasini yomon ko'rmaymiz. Shialar Hazrati Ali radhiyallohu anhuni do'st tutishda chekini oshirib, Muaviyaga yomon qaradi. Har ikkisi sahoba. Rafiziylar, Havarishlar Abu Bakr va Umar radhiyallohu anhumaga yomon qarab, bu ikkisidan bezor bo'lmagan odam Rasululloh avlodini do'st tutgan bo'lmaydi deb qaradi. Ammo bizlar sunnat va jamoat ahli hech qaysi sahabini yomon ko'rmaymiz. Hammani islom qarindoshligi bilan do'st tutamiz. Ularning farqini Allohga topshiramiz. Rasulullohning vafotidan keyin musulmonlar bir mazgil ittifoq, bir gavzak turgan bo'lsa-mu, Yahudilardan, Majuslardan bir dushmanlar yomon g'araz bilan yolg'ondan musulmon bo'lib, aralashib bo'lgunchilik soldi. Alloh taolo xohlaganlar to'g'ri yo'lda saqlab qoldi, xohlaganlar ezib ketdi. Biz ashablarga o'ch bo'lganlarga o'ch, ashablarning yaxshiligini so'zlaymiz. Ularni do'st tutish iymonning, yaxshilikning alomati. Ularga o'chlik qilish kofirlikning, munofiqning alomati. Chekidni oshgan jinoyatdir. Rasulullohdan keyin dunyo musulmonlariga xalifa bo'lish, umumiy rahbar bo'lish avval Abu Bakr Siddiqning haqqi deb tunaymiz. Chunki u burun musulmon bo'lishda, Rasulullohga to'liq ergishishda, yordamlashishda, ilmda, siyosiy qobiliyatda alohida bo'lg'achqa, butun musulmonlarning birlik qarori bilan xalifa bo'ldi. Ondan Umar, Osman, Ali radhiyallohu anhumlarmi o'zining iymonda kuchlik, dinni jon ko'ydirib qo'yadigan, ilmlik, jasoratlik, hamma tarafdan bosh rahbarlikka loyiq bo'lg'achqa, butun musulmonlarning qo'shilishi bilan xalifa bo'lgan. Bu 4 kishini Rashid, to'g'ri yo'l boshlovchi xalifalar deb taniymiz. Bu 4 xalifaning qaysi biri haqida haqorat, ta'na, bo'xton qilganlar islom dushmanlari yoki dushmanga sotilgan xoinlardir. Rasululloh alayhissalom ashablardan 10 kishini bular jannatga kirdi deb xabar qilgan, guvohlik bergan. Bu xabar rost. Ular Abu Bakr, Umar, Osman, Ali, Talha, Subayr, Said, Abdurrahman ibn Avf, Abu Ubayda jarrohlardir. Bularning cho'qim jannatga kirishiga ishonamiz. Rasulullohning mening yo'limga va mening to'g'ri yo'lga boshlovchi xalifalarimga ergishishni ching tutinglar degani mazkur 4 xalifadir. Yuqorqi 10 kishi butun musulmonlarning ishonchli rahbarlari. Badr urushiga qatnashgan sahobalar, Rizvon bayiti bergan sahobalarning jannatga ekanligi to'g'risida Rasulullohning so'zini Imom Muslim rivoyat qildi. Rost hadis. Sahobalarga ergishish demak, dinni shular tushungandek tushunish, shulardek ish harakat qilish demakdir. Ashabul Badri o'qib madad qilish emas. Rasulullohning ashablari, xotinlari, avlodlari to'g'risida yaxshi gap qiladigan, suyadigan, amalda elchadiganlar yaxshi kishilardir, munofiq emasdir. Avliyani payg'ambardan afzal deb qaramaymiz, balki nabiy payg'ambardan birsi, butun avliyodan afzal deymiz. Ammo yolg'iz Alloh taologa bosh egadigan, Rasulullohning yo'liga bid'at qo'shmay to'liq amal qiladigan xolis mu'minning hammasi kashfiyat karomat ko'rinmasimi, vali, avliyo bo'ladi. Alloh taolo ularni hurmatlab, ba'zanlardan odatdan tashqari ba'zi ishlarni oshkor qilishi mumkin deb qaraymiz. Bu karomat, Allohning hurmatlashi deyiladi. Dajjalning rostni yolg'on deydigan, yolg'onni rost deydigan izitqularning chiqib turishi rost. İsa alayhissalomning osmondan tushishi, Ya'juj Ma'jujning chiqishi, kunning g'arb tarafdan orqasiga inib chiqishi to'g'risidagi hadislarmi rost. Lekin bu hadislar xabar vahid. Rasulullohning rivoyat qilishda birdan odam vasitasi bilan rivoyat qilingan bo'lg'achqa, Rasululloh so'zlagan bo'lishining oz gumoni bo'lg'achqa, olimlarning o'xshamagan so'zlari bor. Ba'zi olimlar bu hadislar aqida qilish darsida emas, ya'ni buning ishonmoqchi kofir bo'lmaydi deyishdi. Jinkashning, palchining, qiyofatchining so'zlariga qat'iy ishonmaymiz. Qur'on hadisga islom olimlarining birlashma qarorlariga udul kelmaydigan har qanday kishining so'ziga olim, obid, ulug' mujtahid bo'lsa-mu ishonmaymiz. Dinga to'g'ri e'tiqod qiladigan, to'g'ri amal qiladigan, dinni, shariatni ustun qilish uchun kurash qilganlar bilan bir jamoa uyushma bo'lishadi. Haq to'g'ri deb qaraymiz. Bundaq birlashmadan bo'linish xatolik va azobga, xorliqqa, ojizlikqa sabab deb qaraymiz. Osmon zaminda Allohning dini bir, u bo'lsa islom. Islom dini boshqa dinlardek ba'zi aqidalarni ishlarning chekini oshirg'uchi emas, kam qo'yg'uchi emas. Tog'dan cho'ng yo'lning o'ttirisini ko'rsatdi. Alloh taolaning hech qanday tarafdan bir maxluqqa o'xshashni ravo ko'rmaydi. Allohning ba'zi sifatlarini yo'q chiqarishga yo'l qo'ymaydi. Insonlar hamma ishida majbur deb qaralmaydi. Insonlar har qanday ishida mutlaq ixtiyor deb qaralmaydi. Qazo va qadarni inkor qilmaydi.
İnsan hech ishida mas'ul emas deb qaramaydi. Bütün ish Allohning xohishi, qarori, irodasi bilan bo'lish bilan birga Alloh ba'zi ishlarda insonga ixtiyor bergan. Shu ishlar uchun inson jazo yoki mukofotga tegishli bo'ladi deb qaraydi. Mu'minlarni Alloh taolaning afv va rahim qilishidan umid uzmaslik bilan birga Allohning azobidan qo'rqib baxsh bo'lish buyuriydi. Shunga men gunohni ko'p qildim deb rahmatidan umid qilmaslik, men ibodatni ko'p qildim deb yoki paloni ulug'ning avlodiman, paloni shahid meni qo'g'daydi, men shahid avlodiman deb Allohning azobidan xotirjam bo'lish bo'lmaydi. Men Allohning quli, Alloh meni qanday qilsa qilish haqqi bor. Allohga bo'ysunish mening majburiyatim, meni kechirish, jannatga kirgizish Allohning mutlaq ittifoati deb qarash kerak. Bizning dinimiz mushu. Yuqorqi bayonlarga qarshi qarashda harakatga bo'lganlar bizga din qarindosh emas. Alloh taolo din imonimizda tavranmay turg'izishni, Alloh taoladan imonimizni tavranmay turg'izishni, iymon bilan oxiratga elib ketishni, har qanday xato qarash, xato yo'l, xato harakatlardan saqlashni tilaymiz. Alloh hamma vaqtimizni ko'rsatkichi Rasulullohga, oil tavobatlarga, ashablarga, varislarga, dinga, o'zini ataganlarga Allohning rahmati bo'lsin. Ya Rabbal alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Keyingi vaqtda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Allohga omonat.